Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli qarindaşlar, mən qarindişinizlar Nəbicəla. Bugün yana bir proqram işləşini layıq tapdım. Əsli proqramның planım boyunca bu Xitay mallarını boykot qilish to'g'risida bir o'zimning tushunchasini bayon qilay degan edim. Ammo shuni bilan birga bunga tayyorlik qilib turatdim-da. Facebook'taki ve şu WhatsApp'taki bazı uçurlar mening diqqatimni bugün bunu so'zlashga majbur qildi. Shu men buni so'zlamasak bo'lmaydi ekan. Mushtaq shaklda xalqimizga bir to'g'ri shaklda tushuncha berib, mush shaklda ba'zi bir o'ylanayotgan o'yinlarning oldini olsak, biz hamda bu aloqa nima shaklda bir ikki adamdan, 3-4 adamdan u buludu. Onda piştin pasat, o gayret şikayet toxtamaydı ta kıyametkice. Ama bir milletinin umumyüzlük bir iki tarafka ağırıp muhacir ettikilini bu şekilde ictimai uçur vasıtalarını kollanıvatkan qarindaşlarımızın üzüne bir-birsiga silish, bir-birsiga mandaq bas soqaştırışның üzü aytı to'g'ri ish emas bu. Bundan kim paylandı degende Xitoy tajovuzlari paylandı qarindaşlar. Xitoy tajovuzlari o'zining ko'zlagan maqsadlariga yetidi. Va ba'zi bizning o'ttirimizdagi sürkülish yoki bir-birimizga azor berish, til haqorat qilish, hattoki yamini bir-birimizga qadar mush ko'tarib urush jidaligicha olib borish qanday qiladi deganda siz bilan bizning shu ko'ngil og'riqimiz, jarohatimizni saqlayıp ya asli kelish uchun vaqt jihatda bo'lsin Xitoy tutib ketadi. Shuning uchun bugungi bu musibat, beshimizda og'ir musibatning ustiga musibatning ustiga musibat qaynayotgan, ota-onamizning tirik yo o'likligini bilmayotgan, urug' tuqqanlarimizning qaysi lagerda turayotganligini bilmayotgan, hammamiz g'azabga to'lgan, shu g'azablarimiz tishib qanday olsun bir şekilde aşk qarindoshlarimizni qutqizimiz deb mushunda kecha kunduz izlanayotgan bütün millet, bütün umum xalq şekilde qo'zg'alayotgan bugungi kunda ba'zi bir o'zimizning xohishi yoki hasadxo'rligimiz yoki bo'lmasa mandaq bizning ko'zimizni yoqmaslik yoki bo'lmasa bizning tutgan yo'limizni tutmaslik yoki bo'lmasa bizning tutgan yo'limizga bir ba'zi bir o'zining ko'z qarashlarini qo'ygan sababli qarindoshlarimiz bilan arazlashib qilish, uni munofiq chiqarish, uni fosiq chiqarish, uni bunda deb til haqorat qilishning o'zi to'g'ri emas. Turingam Ko'sani ustozimiz nayt yaxshi bir da'vatni, tabliğni so'zlab torlarga YouTube orqali yo'lladi. Bunida qarindoshlarning mehr shafqatli Allohning o'zining mehr shafqatli sifatini tonishtirish bilan birga bizni mehr shafqat qilishga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni biz uchun mehr shafqat payg'ambar qilib avatganligidek bir da'vatni nihoyatda yaxshi shaklda so'zlab berdi. Bu yerdagi maqsad nima deganda bir-birimizga mehr shafqatli bo'lish, bir-birimizni hurmatlash, bir-birimizni ko'z qarashimiz o'xshamasligi yoki mening sening tarafimning bir-birimizning tarafini olmaslik sababli bir-birimizga o'ch adovat, dushman nazarida pozitsiyada bo'lmasligimiz agahlandırıp tünyük təbliğini yollagan buldu qarindaşlar. Bunu köpünç qarindaşlarımız anladı, köydü. Ama bazı bir qarindaşlarımız belkim köymegen buluşu mümkün, belkim köygen buluşumu düşünenmegen buluşu mümkün. Ama üzünün şahsi, hazır hemmimizin keyfiyatıda, psixikimizde nait zor çekiniş var, nait buzuluş var. Nait kaçık, uğrunsuz açıklaydıgan, uğrunsuz bir-birimizga g'azabimizni, düşmanimizga göstermegen g'azabimizni bir-birimizga nait ro'shan namoyon ko'rsatamiz. Ama Abduqodir Yapchandek akamizning birsi, qarindishimizning birsi hozir chiqib, shu odamning o'rinda Xitoyni tildigan odamni ko'z ko'midiq. Xitoyga qattiq o'zining nafratini maydonda bildirgan odamni shundoq keskin shaklda ko'rolmayapmiz qarindoshlar. Demak, bir Abduqodir Yapchanning o'rnini hech kim bosolmadi. O'xshash shaklda bosolaydigan odam chiqmaydi, chunki Abduqodir Yapchan bir. Abdulkim Mahsum bir. Hasan Mahsum shu bir. Bundan boshqa odam o'rnini bosolmaydi.
Ama şunun iz basarı olup, iz şeklinde menep, şunun hiç olmadı degen 30%, 40% yolunu tutup mağalaşmak üzere hazırki vaziyette çok işti. Ama onu mu kılanmay, biz çoğu gazap nefretimizni ekranlık, videoluk çıkıp, bir-birisimizni tillashga ishlatyapmiz. Bu ekranlık, videoluk bir qerindishimizga, bir kollektivga, bir jamoatga, bizning tarbiyamizni anglab, bizning so'zimizni yaxshi ko'rgan qarindoshlarimiz uchun bir yaxshi gapni, yaxshi maslahatni, yaxshi taklifni, yaxshi da'vatni, Allohning kalomini, haq yo'lni targ'ib qiladigan, o'gitadigan, xalqni tarbiyalaydigan va yetaklaydigan bir ko'znakdi bu. Bu chiqib bir odamlar, "Aning unda qipti, ko'chdi, uni biz bilmaymiz" deb uning aybini ochadigan, bir-birini haqoratlaydigan, uning oila tavobatlari va o'zini bir kishilik o'zining bir haq huquqiga, inovatiga, obro'yiga ta'sir qilgan shaklda bundaq shaklda yag'tirishning o'zicha bu to'g'ri ish emas. Uni qilayotganlarmi to'g'ri ish qilayotganlar emas. Uni taqitayotganlarmi to'g'ri taqitayotganlar emas. U qandaqdir o'ziga yiqib ketganligi uchun boshqalarga yiqib ketadi deganlik bo'lmaydi qarindishim. Chunki bir WhatsApp topida 200 dan ortiq odam bo'ladi. Eng yuqorisi 250 odam bo'ladi shu topda. U topdagi siz o'zingiz yoqtirgan avatib boshqa yoqtirmaydigan qarindoshlarimizning kayfiyatini, ularning ro'yini, ularning psixikasini buzishning o'zi to'g'ri ish emas. Onun için qarindoshlar biz mushunday ishlardan hazar eylesak, mushunday ishlardan bir diqqat qilsak, mushunday ishlarga bir to'g'ri shaklda muomala qilsak qarindoshlar. Hozirgi vaziyatning hammamiz bilib turib, uning qarshicha bir shaklda nimamizni bildiranmaslik, toza shaklda ifodalayolmay, o'zimizning g'azab nafratini bir-birimizga chiqarish, bir-birimizga ifodalash, bir-birimizni tillash, haqoratlash va shu gap so'zlarni u yoqdan bu yoq etib etish bu toza yaxshi emas qarindoshlar. Abiyam bir Facebookni arlayotib, bunda bir gap, bir jumla so'z, bir abzas so'z nima gap qildi. Shuni yo'llab qo'ydim to'plaga. Unda deydiki, boshqalarni xushal qila olmasangmi deydi. Ko'ngilni yerim qilma. Aybini maqtay olmasangmi, aybini ochma deydi. Yaxshi kunga erishtirolmasangmi, yaxshilik qilib bir moddiy jihatdan yordam qilolmasangmi, kayfiyatini buzma. Bu sendagi odamiylik deydi. Bu nihoyatda bir yaxshi so'z ekan qarindoshlar. Onun uchun men buni to'plaga qiziq shaklda bo'lg'achqa yo'llab qo'ydik. Nima deganda xalqimiz. Ko'p sonli xalqimiz yaxshi, ko'p sonli xalqimiz bunda uyonga kelmaylik. Ko'p sonli xalqimiz mushu WhatsApp to'plarida turish, yaqinqi kunlik bo'layotgan ijtimoiy uchurlardan xabar tepish, yaxshi xabarlardan bir umidlanish, yaxshi fikr talablardan bir huzur elish shaklda yig'ilganlik. Bu yerda biz hali qanday o'zimiz xohlamaydigan, uni buni tillagan, o'zimizning tarafini, o'zimizning tashkilotini yoki o'zimizning yaxshi ko'rgan odamining tarafini olmaydigan shakldagi odamning narsasini etib, uni tillab, uni haqoratlab, oqchi ko'kchi deb, uni keyin munofiq jasusga asossiz undaq shakldagi chiqarishning o'zi bu to'g'ri ish emas qarindoshlar. Munofiq jasusning dalil poklik jasus munofiqlar bor. Aramizda munofiq jasus yo'qmi? Bor. Dalil pokit bilan bor. Ama ular o'ttirdi bunda xizmat qilayotgan, o'ttirdi ishni buzayotgan odamlar bo'lmag'achqa uni o'ttirdi sayritib, uni o'ttirdi ko'tarib yurib, uning rasmini etishning hojati yo'q. Uni boshqa shaklda biladiganlar unga tarbiya qiladi, xizmat ishlaydiganlar xizmat ishlaydi, shaklda bo'ladi. Ammo bu ijtimoiy tashkilotdan munofiq izlash, tashkilot boshliqlarini haqoratlash, ularni munofiq chiqarish, birisini avtonomiyachiga, birisini mustaqilchiga, buchiga chiqarishning o'zi kimning o'yiniga keliglik? Xitoyning o'yiniga keliglik. Xitoy tajovuzchilari al-misaqdan bizni oqtog'liq, qortog'liq deb bilib, mushaq shaklda harakat olib beradi. O'ylab beqinglar. Mushu yaqinqi bizning 44 yildan keyin Muhammad ibn Bug'rala Aysa efendilerning Sharq Turkistonda qilayotgan vaqtida nima dedi shuni? Pan turkizmchi, pan islomchi, nimanichi Ahmadjon Qosimni, unichi
Komünizmci dedimi, sosyalizmci dedimi. Aynı şekilde. Aşağı vaxtladı mı uruş hesap diyordu ya. İki tarafı bölünüp aşağı vaxtladı mı halk içinde bir-birisiga ziddiyet sağızıp, bir-birisiga mındaq qılıp şu yanını oylandı ya Xitaylar. Bu yanzışının desturida bat ya bu. Bu milletni bisiga chiqib, bisiga nam berib, bisiga nam bermay urib o'ynab, muştaq şekilde çoğu baplaş degan şu tedbirlerining ichidan shundan ta'lim olgan narsa var ya. Muştaqı kilipti bilip turib, muş tarixdan 70 yillik tariximizni yekunlamay, 70 yillik assimilyatsiya zulmimizni yekunlamay, buningda bizni ketkizib qo'yayotgan yerimiz ne? Nimani ketkizib qo'yapmiz? Nimadan ketib qolyapmiz? Qaysi xato qilyapmiz? Hammasi biladi. Tamam, hammamizning maqsadi mustaqillik. Mustaqillik yetish uchun qanday qilamiz? Bisimiz dedik, avtobusni tanlaymiz dedik. Bisimiz poyezdni tanlaymiz, bisimiz aeroplanni tanlaymiz. Qaysimizning imkoniyati, qaysi tashkilotning qaysining kuchi yetsa, shu imkoniyati bilan taraqqiy qiladi. Shu yo'linishga nishon qarab mangadi. Ammo men aeroplanni tanladim. Sen nima uchun tanlamaysan aeroplanni? Deb uning undaq shaklda gap qilish, undaq shaklda xitob qilish yoki uning tanlagan yo'lini rad qilish to'g'ri emas qarindoshlar. Ammo bir narsa aniq bo'lish kerakki, bu yerda tashkilotlar mening bilishimcha hech kim xalqning, Sharq Turkiston xalqining diniga, aqidasiga va yoki umumiy manfaatiga ziyonkashlik yo'lini tanlagani yo'q. Avtonomiyani tanladi degichlar var ki. Avtonomiya aynı turdi ya. Avtonomiya turdi. Vataniya şu, avtonomiya şu. Xitayning nimasi deb avtonom Uyg'ur avtonom rayonimiz şu deydi. U tuğ'a avtonomiyaning avval u tursa, ya'ni bir kim berib, ya'ni şu avtonomiyani talab qilamiz qarindoshlar. Bu iliqi mantiqsiz, tuturuqsiz, hiç üzümüz düşenmegen narsani ondan da qildi, mana qildi. Hiç kim xalqarada siz avtonomiya alamsiz, mustaqillik alamsiz deb hech kim so'ramadi bizdan. Mush tashkilotlardan mening bilishim hech kim so'ramadi. Voy sen nima ish qilyapsan, nim bo'ladi dedi. Xaf tashkilotlar mana deb mana bu yerda ko'rib turyapmiz. Malayziyaga qarindoshlarimiz, tashkilotlarimizdan Ulamalar birligi, Ma'rif derneği, Sharq Turkiston Milliy Majlisi, Seyitun Turk efendim, anandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultoyining vakillari. Her qaysi o'zi biladigan, o'zi munosabat o'rnatgan tashkilotlar, parlament a'zolari, davlat arboblari, her qaysi universitet olim, hech qanday soha qolmadi, to'liqlab mengyapti. To'liqlab ziyorat qilyapti. Nurg'un natijalarni qo'lga keltiryapti qarindoshlar. U yerga berib bizning avtonomiyani tanlash beramizlar, mustaqillikni demadi ular. U yerda unda so'z bo'lmadi. Ziyorat jarayonida hozir Sharq Turkistonning ahvolini bir irqiy qirg'inchilik yo'qotganligini, bir millat sifatida dinini, tilini, milliy urf-odatini, insonlik haq-huquqini arilayotgan bir turkum 35 million musulmonning izlayotganligini deyapti qarindoshlar. Bu yerda shuni deb ko'rsatib beryapti. Xalqaroga ham shu. Mayli Avrupa parlamenti olsun, mayli Amerika meclisi olsun, bir her şekilde şu şekilde benim anam tutuldu, dadam tutuldu, mamanda oldu, Sharq Turkiston vaziyeti mavu, manda bulavatudu, bunu qanday hal qilamiz, buni sizlar bisim qilmamsizlar, ma material mavu, ma şekilde onun kartta kanuniga yarasha, ma şekilde foydalandik. Undan ma şekilde ma qonunning ma moddasiga tushirib turib xalqaroning manda şekilde bisim qilaylik deyotgan gap qarindoshlar. Yo'qdu yo'q aqyadim bizim unda degandeklarmi? Voy avtonomiya talab qilibdi deb bir şey qiz gapni men qitim desa ras qaydin deb Xitoyning shu taktikasini ishlatishning o'rni bormi qarindoshlar? Yo'q. Unday ish yo'q. Yo'q, qarab turib mishada bir muajiratda 1 milliondan ortiq Uyg'ur bo'lsa, qarab turib mishda yolg'onchilik qilsak, avtonomiya talab qilyapti-da. Ana qilyapti-da, bu kishilik huquq kim pap deb yolg'on gapni qilsak qanday bo'ladi? Kishilik huquqni destek qilib deymiz, nimani deydi? Xalqaro sen, voy sen Sharq Turkistonning prezidentimi? Sharq Turkiston siz saylamdiq. Sharq Turkistonning aprelima desa, yo'q, apama qaylar biz avtonomiya kerakdi degan bo'lmaydi. Dalaya aniq deyapti-da, men yuksak avtonomiya olaman deglik. 50 yildan buyon shu gapini yanmay shuni qilyapti-da. Meclisi urib chiqiliq mana men yüksek avtonomiyani olaman deylik Dalai Lama. 8 qitim Beijingda uchrashdi vakillari. Hech qanday natija yo'q. O'zi umrining oxirida 80 yoshga berib qoldi odamma. Shu
Üzemden bir jutuğu ölü olaydı. Onu unumağla Xitay. Aynı yüksek otonomiya talep qadamı şu. Qarindaşlar. Onu biz ko'ravatimiz, bilavatimiz. Unda biz özümüzge qarşı tarafning kemchiligini yoki qarshi tarafni urdigan bir vositani tanlash uchun mandaq yolg'onni, tuhmatni qilishning o'zi to'g'ri ish emas, qarindoshlar. To'g'ri ish emas. Bu bunday qilishning o'zi bizni nima degan ishki ixtilof qilib berdi. Ishki ixtiloflarning manbasi nima? Xitoy. Terido, Xitoyning taqtido, Xitoyning cho bir-birimizni bu şekilde o'zining dushmanligidan cho unutildirdi. Biz düşman Dünya Uygur Kurultayı Teşkilat bizim düşmanımız iken. Şarkı Türkistan Milli Meclisi düşmanımız iken. Mağrip Teşkilat düşmanımız iken. Ölmanlar Birliği düşmanımız iken deb özümüzning teşkilatlarını düşman qilib bizni yemiz. Bu nima deganda bu nadallıktan en yuqori cho'qisi bu. Özümüzning xizmat qilayotgan teşkilatlarımız ve teşkilat başlıklarımızning oqidan tillash, ularni haqoratlash, Xitoyning neniga atasa o'xshagan qilib mayni surkab, mana hocam. Mana. Siz tillayapsizlar, biz tillab beramiz. Siz tashkilotlarini yo'qtamasa biz yo'qitib beramiz degan o'xshashlanmish qarindoshlar. O'xshashlanmish. Bundan boshqa narsa yo'q. Shuning uchun hozir Facebookda bir narsani ko'rdim. Bir Amerika va bu yerda qarindoshlarimiz bu shu bizning Turkiyaning Recep Tayyip Erdo'g'an davlat erbabimizga bir şekilde bir neslerin inkaslarını yazgalık, ulanın bu şekilde durup mukalık. Ulanın yazışı mı hata? Bir neslerini bir devlet başlığı onda bu şekilde yazışının üzümü hata. Hem de benim erkinliğim var, ben Amerika'daki demokrat bilet yaşavatım, ben nimi yazsam ihtiyarım dese, o üzünün işi. Lakin onu yazıştım burun, eğer ben muşunu yazsam, qarindaşlarımga hata düşünce verip koyamam mı? Qarindaşlarımның ba'zisining ko'ngliga azar berib qo'yamanmi deganni o'ylashsa, yoki bo'lmasa mening o'z yozishim bilan hozir Turkiyada o'ylanayotgan, Doğum Perinçik mi, bizim Perinçik degan kommunistning o'ynayotgan Amerikaga bog'lab ba'zi bir ishlarni Turkiyadagi bizning davarimizni xunukleştirayotgan ishga men yana Xitoyning neniga non surkab berib qolamanmi deganni o'ylagan bo'lsa, shu qarindoshimiz shuni tushunib yetgan bo'lsa, nayt yaxshi bo'ladi. Ama biz mecburi şekilde siz Erdoğan'ı hürmet kılayın, Erdoğan'ı yaxşı görən demeyimiz, onu talep kılmayımız. Ama biz siyaset oynayan vaxtıda, yakımız siyaset kılmakçı olan vaxtımızda karşı tarafnikiga, karşı taraftaki muhitki, özümüzden adamları, özümüzden menfaati, özümüzden davası çoğu paydası bulamdı, bulmamdı. Şahsi minin öçmelligim yoki bo'lmasa mening yaxshi ko'rmasligimni yozgan bir narsam mushu shakldagi shu sherdagi shu jo'grafiyada qilinayotgan siyosiy faoliyatlar va shu yerdagi xalqimizning xotirjam turishi va Xitoyga bir destek bo'lib bermasligidek narsalarga biz sababchi bo'lib qolamdik, bo'lmamdik deganni o'ylash uchun qilamiz qarindoshlar. Ammo bizning fikrimiz bir qarindoshimiz bir fikrni yozdi, bir narsani yozdi. Ukam Abduveli Ayubning narsasiga mosh to'plida o bu dedim. Men dedim, ayrim xonsiga dangla. Sen to'pliq taqat qilishni to'pda deymiz dedi. Yo'q, bu to'pda taqat qilgan ba'zi uni qo'llag'ishli bu yerda talash tortish o Abduveli Ayub o'tirsa olmay, ikki taraf o'tirsidagi ishlarda bo'lib qoladi ekan, matbuotda xalqimizga, qarindoshlarimizda o'tirib surkishlab, aviamqidek bir-birimizga dushman holati shakllanib qoladi ekan. Shuning uchun agar fikrimiz bo'lsa, to'g'ri fikrimiz bo'ladi. Ayrim xonsiga berib, Abdullah Ayubnikining telefon nomeri nerede olsa tap qoladi. Tepib, qarindishim meni yozib kelsin deb yozgandingiz. Nim bo'lgandingiz? Deb ashadam bilan ayrim deysizlar. Ashadam uzun tushunsin deydi, shu tushunib olsa yoki bo'lmasa bir gap olmasa ayrim shaklda deysizlar. Tugaydi ish. Ammo uni jamoatning ishiga ekirib, u yerda valaq misha jamoatning ishiga etib tikan to'pqa, mush to'pning ichida hal qilamiz desak, vaqtda to'g'ri hal qilish usuli bu. Yo'li bo'lmaydi deb qarayman. Shunga hamda Amerikadagi ya bu yerdagi yozgan qarindoshlarimizni bir şekilde ondan nersini yazmaslık ne? Bular ictimai uçur vasıtaları biz ictimai uçur vasıtaları nemi davatımız qarindoshlar? İctimai uçur vasıtaları Xitoy tajovuzlariga qarshi, Xitoy tajovuzlarining Abdubeşirni baş qiladigan, Sharq Turkistondagi zulm qilayotgan xalqimizning qilayotgan siyosatlarini baş qiladigan, Xitoyning ayvini dunyoga har xil shaklda, har xil tillarda anlatadigan bir yuchuq bu, ko'znak bu. Buni biz bu şekilde paylansak yaxshi bo'ladi. Ammo bu ne? Benim fikrim battı, erkin devletime, fikir kılış hukukum yok mu? Dep,
uni buni yezib u fikr qilish huquqi emas, xalqimizning kayfiyatiga yoki bo'lmasa xalqimizning shu yerga turishlik siyosiy manfaatiga ziyon solib qolib qolsa, vaqtida yaxshi olmaydi. Yaxshi olmaydi qarindoshlar. Qarindoshlarimiz bilan bizmi ayrim shaklda vaqt farqimiz bo'lg'achqa nima qilamidik? Bo'lsa ayrim ko'rishib, qarindishim, buni ishning yo'li manda deyishib qo'ysak, nayt yaxshi bo'ldi qarindoshlar. Agar masala va qarindoshlarimiz hammasining aloqasi va ismi va aniq shaklda beynini urib, qarindishim mana yo'li mandatdi, mana yo'li mandatdi desak, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ayrim so'zlashganimiz, ayrim paranglashganimiz masalani shu shaklda bevosita shaklda hal qilib bo'ladi. Lekin vosita qo'llanib, uni tanlab, uni tarafini olgan, uni yoqtiradigan, uni deganini to'g'ri degan qarindoshlarimiz bilan to'g'ri demagan degan qarindoshlarimiz o'rtasidagi bunday ziddiyat, bu munozara hozir bizga yoqmaydi qarindoshlar. Nimishqa deganda, biz hozir qiyin ahvolda, og'ir musibatning ichida. Biz davlat emas. Davlatning ichida qanaqa parlamentimiz bo'lgan bo'lsa, Turkiyanikidek. Sen AK Partiya, men MHP, sen E Partiya, men B Partiya deb, sen vatanparvar, men vatansizparvar deb bir şekilde binimi şekilde qilib, u yerda bizim deysek, u aqdigan maydon havo. Meclis aqdigan maydon. Amma bizning ijtimoiy ushur vositalarida bir-birimizda aqchi ko'kchi, andaqchi mandaqchi degan shaklda o'tirib chiqishimiz va buni taxti verib xalqimizning mush psixikasini buzayotgan omilning birisi mushu jidal majra. Jidal majraning buzildiganligini, xalqimizga qanday ziyon ilib kelganligini Xitoy bizning yaxshi bilgili. Uning uchun bizni jidalning ichiga patirib qo'ydi. Shuning uchun biz 2019-yilda bu jidalni tamamen yo'q qilishimiz kerak. Yo'q qilishning usuli qaysi deganda qarindoshlar, shundan taqiqmaslik kerak. Shuna qaysi to'pga kirgan ekan shu to'p boshlig'i uni chiqarib o'tish kerak. Bizning to'pning Uyg'ur qarindoshlar to'pining bir qoidasi bor. Kim qaysi tashkilotni yoki kimni, qaysi insonning inovatini, bir insonning inovati Kabidan ulug' da'vatsa bir insonning inovati. Shu inovatini shunday shaklda dafsanda qilishning o'zi to'g'ri emas. Agar fakti bor, munofiqlik aniq, toza dalil isbot bor. Qilili. Dalil o'tirg'i chiqib, dalil isbot bilan. Ammo unda yo'q. Farzimiz yoki o'chko'rdik. Yoki xafa bo'ldik. Nurg'un odam bor bizning so'zlash uslubimizni yoqtirmaydi. Cibimizin şeklini yoqtirmaydi, yüzümüzni yoqtirmaydi, ama men çokum meni hamma yoqtirishim kerak, hamma men e'tirof qilishim kerak. Yo'q, unda ish yo'q qarindishim. Unda ish yo'q. Yoqtirdigan bo'ldi, yoqtirmaydigan bo'ldi. Ko'rdigan bo'ldi, ko'rmaydigan bo'ldi. Men uni erkinligi. Ama men to'g'ri shaklda bir narsani qila olatamdim, qila olmatamdim, o'zim qo'ydigan savol. To'g'ri gapni deb bera oladim, deyolmatamdim. Men to'g'rini deb xatoga sababchi bo'lib qelyaptimdim deganni men o'ylashim kerak. Shuning uchun biz 2019-yilda Allohning izni bilan bir shaklda xalqarodagi mana musulmon davlatlarga olib ikki davlatga 3 tashkilot ziyorat qilyapti qarindoshlar. Bir ikki cho'ng 300 milliondan ortiq musulmon bor o'lka, ikkisini qo'shganda. Indoneziyada 264 million deydi. Nimada, Malayziyada qanchalik borligini bilmayman. Ama az emas qarindoshlar. Bu çoğun Müslüman devletleri hem bizge nait şekilde aynı qarindoshlarimiz yozib qo'ydi, nait bizga o'xshash samimiy, nait bir oq ko'ngil, nait bir dinga, nait to'g'ri shaklda e'tiqod qilib ketib qolgan bir musulmonlar jamoat ekan, nait shaklda bizga o'xshaydigan bir oq ko'ngil bir xalq ekan bu. Shunga bu xalq bilan bir shaklda ishlamkorlik qilib bora olamiz degan shaklda xizmatlarni ta'sirotlarni yozib qo'yganlar. Shuning uchun biz bu shakldagi qarindoshlarimiz bilan hamkorlashishni, musulmon davlatlarga olishimizni, juma xutbalarida buni kun tartibga keltirishimizni, Xitoy mollarini boykot qilishni shu yerdan boshlashimizni çok bunaydi. Xitoy mollarini boykot qilishni inshaalloh aytgan nutqimizda so'zlaymiz, Alloh buyursa, degan programmamizda Allohning izni bilan. Mening oxir deb qo'yganim so'zlash uslubim va yoki nimasiga har xil farqli bo'lishi mumkin. Men ixtiyoriy shaklda bunday shaklda so'zlashni yaxshi ko'raman. Men bir nima emas qarindoshlar, notiq emas, yo olim emas yoki bilim emas. Faqat o'zimning vaqtim bilan, o'zimning tushunchim bilan xalqimga bir yaxshi shaklda bir narsalarni tushuntirib bera olsam, bir to'g'ri yo'lda bo'la olsak, to'g'ri shaklda tarbiyalash va yetaklash, to'g'ri shaklda tarbiyalash va yetaklashni ilib bora olsak,
Allah'ın izni bilen şu vatandaki qarindoshlarimiz uchun, vatanimizning mustaqilligi uchun, vatanimizni qo'limizga ilib, shu yerni boshqaruqdagi shaklda bir xalq tarbiyalash, yetaklash shaklida xizmat ilib bora olsak, bu shaklda ideyimizni, yo'limizni, fikrimizni ko'p sonli shaklda birlik keltira olsak, yaxshi bo'ladi degan umidda Allohga sig'inib turyapmiz qarindoshlar. Shuning uchun vaqt munosabati bilan mushunchalik gap qilay. Yana desak gapimiz jiq, ammo vaqtni biroz shaklda qilmasak, vaqtning nimasi bilan yaxshi bo'lmay qoladigan qarindoshlar. Shuning uchun har biringizni Janob Allohga topshirib, oxirida solih duoda yetish shuni umid qilaman. Duoyingizga bek ehtiyojimiz bor qarindoshlar. Bu bir. Ikkinchisi, programmamizni yaxshi ko'rsangiz barmoqingizni chiqarib qo'ying. Uchinchisi, taqib qo'ying. Programmamizga a'zo bo'ling. Talabimiz shu. Rahmat hammalarga. Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.